Türkiye'de cemaat ovları. Assalamu alaikum dostlar. Suhbatlarımız devam etadi. Video şekilde bu suhbatimiz. Türkiye'den haberler var. Yaqindayam bir suhbat qilgan edik Türkiye haqida. Türkiye'de hozir yanagi yilga 2027-yilga prezidentlik saylovi tayyorgarlik boshlangan. Tayyip Erdo'g'an qatnashadi bu marta ham va boshqa jarayonlar bor. Hozir O'zbekiston, yangi O'zbekiston deyilyapti-yu. Türkiye'de ham eski Türkiye bilan yangi Türkiye. Yani son 100 yildagi eski ve yangi. Eski Türkiye qanaqa Türkiye edi? Seküler harbiy diktatura edi. Seküler, yani g'arbona dunyovilik, arabcha ilmoniy, din va dunyovilikni ajratish. Ateizmning birodari deylik, sekülerizm. Ikkalasi bir narsa, yani dinga qarshi baribir. Seküler harbiy. Harbiylar generallar, yani Türk generallari, Türk harbiy kuchlarining vakillari shu sekülerizmni Atatürk'ten boshlab ular o'zlariga yo'l qilib, mafkura qilib tanlagan. Bu harbiylar 20-asrda doimiy davlat to'ntarishi bilan shug'ullanib kelgan. 1909 yoki 8da Abdulhamid Xon Og'darildi bir Ittihod va taraqqiyot degan Yevropaparast, g'arbparast bir firqa tarafidan 1909 deylik. 1923 Osmanlı davlati xalifalik tugatildi Atatürk tarafidan, bu ham harbiylar tarafidan. 1960 Adnan Menderes osildi harbiylar tarafidan. Davlat to'ntarishi. 1970 navbatdagidan davlat to'ntarishi. 1980 eng qonli davlat to'ntarishlaridan biridir. 1997 Profesör Erbakan ag'darildi. İslami partiyanın bosh vaziri edi. 2007 Erdo'g'anga qarshi harbiylar ultimatum, yani istifa talabi qo'ydi. Ve 2016 Erdo'g'anga qarshi harbiylar yana davlat to'ntarishiga urinishdilar. Har 10 yilda, 100 yilda kamida 10 marta har xil harbiylarning davlat to'ntarishi bo'lib keldi. Hozir 2026. Hozir harbiylar tinch. Demek eski Türkiye'de seküler harbiy diktatura edi. Yani harbiylar boshqaradi. Hukumat tuzilardi, prezident bulardan emas, qo'g'irchog'ida. O'sha diktaturani aytganini qilardi. Erdo'g'an kelgandan keyin bu diktaturaga biroz nima berildi, barham berildi. Yani harbiylar o'zining ishiga qaytdi. Yani davlat nima qilish, mudofaa ishlari va siyosatga aralashmaydigan bo'ldi hozir. Lekin o'sha eski Türkiye'den qolgan faqat harbiylar emas. O'sha ziyolilari, maktablari, universitetlari va jamoatlari va tariqatlari. Yana bir marta, yana bir kuch, yani Kürtlerning ateist, marksist, leninchi Kürtlerning, dinsiz Kürtlerning PKK degan harbiy tashkilot. Hozir borayotgan ishlar shu yo'nalishda boryapti. Yanagi yilgi saylovga tayyorgarlik, o'sha harbiy diktaturani qurgan partiya, Cumhuriyet Xalq partiyasi. Bunu tamamen cho'ktirish eski Türkiye'nin partiyasida, umuman Türkiye'nin musulmon xalqning düşmanı partiya. 18 yil azonda Türkçe ayttirgan, yani dinga shunchalik qarshi bo'lgan. 1933'ten 1970'gacha, 1950'gacha 17-18 yil azonda Allohu akbar emas, Tangri uludur, Tangri uludur deb ayttirgan Türkiye'de. Osmanlı'nın varisi Türkiye'de.
Demak, hozir bo'layotgan ishlar shu. Harbiylar biroz tinchlantirildi, lekin to'liq hali harbiylar taslim bo'lgan emas. Turkiya harbiylari hali ham Otaturkka bog'li yani. Cumhuriyet Halk Partiyasi bu bo'lib yuborildi. Uning İstanbul shahar hokimi İmamoğlu degan Akram İmamoğlu qamoqda hozir. Prezident bo'ladi deb uni rosa ko'tarib qilishgan. Hozir qamoqda. Bu partiyaning o'zi ikkiga bo'linib ketdi. Bu partiya o'zi tamoman yopib yuborilishi kerak Turkiyada. Turkiya faqatgina deylik insonlar qabristoni emas, odamlar o'ladi-ku baribir, 100 yilda qancha odam o'ladi. Partiyalar qabristoni hamdir. Tarix davlatlar qabristoni deymiz, qancha davlatlar cho'kib yo'q bo'lib ketgan, tarixga ko'milgan. Turkiyada ko'p partiyalar tarixga ko'milgan. Masalan, o'sha Erbakan, Najmiddin Erbakan tuzgan 5 partiya yopib yuborilgan, ko'mib yuborilgan. Shu Cumhuriyet Halk Partiyasi ham ko'mib yuborish kerak. Ildizi bilan yo'qib tashlash kerak. Musulmon Türk xalqiga qarshi tamoman. Bu partiya hozir bo'lib yuborildi. Endi shu Cumhuriyet sekulyar harbiy diktatura paytida paydo bo'lgan tariqatlar. Bular ham aslida haqiqatan islomni himoya qilmaydi. Manfaatchi, o'ziga bir deydik, qanaqadir bir maqsadlar qo'yib qo'ygan. Bular demak, mana shu eski Turkiyada turli xil tariqatlar, musulmonlarning tuzgan demak harbiy emas, siyosiy demak tashkilotlari va hokazo. Endi Erbakan Xo'janing 1970-yillarda Najmiddin Erbakan Erdo'g'on ham o'sha harakatdan milliy yurish, milliy qarash degan harakat. Bu diniy siyosiy kuch edi yani. Hozir ham bor endi. Erbakanning o'g'li bor, Fatih Erbakan, ya'nidan Refah partiyasi. Nurchilar bor. Bu Badiüzzaman Said Nursi degan bir odam o'tgan. 1888 o'shalarda tug'ilgan, 1960 dan o'lgan yani. Bu shunday bir sufi sifat, darvish sifat. Said Nurchilar deydi bular. Said Nursining risolalari mashhur yani. Bular tafsir emas, yani diniy tushunchalari o'sha odamning. Tafsir, hadis yoki fiqh olimi emas. O'sha Nursi degan Badiüzzaman Said Nursi. Nurchilar. Feto, Fathullah Xo'ja, Fathullah Gulen. U ham o'zining tushunchalariga ega bo'lgan, shunaqa demak, Qur'on yodlagan, shunaqa, lekin yanada fiqh olimi emas, yoki hadis olimi emas, yoki tafsir olimi emas. Uni ham kitoblari ko'p, o'zining qarashlari. Feto alohida bir tashkilot, mashhur. Manzil jamoat, Naqshbandiy tariqat. Ismoil og'a, Mahmud Xo'ja, Naqshbandiy tariqat. Iskandar Pasha, Asad Jo'shan bizda mashhur, yani Asad Jo'shan. Mirza Kenjabek o'shani o'ziga ustoz qilgan Naqshbandiy sufiylar yani. Va Sulaymonchilar. Sulaymon Tunaxon degan bir domla o'tgan, 1960larda vafot etgan yani. Shuna Qur'on o'qitadigan bir domla bo'lgan. Shuning shogirdlari va kuyovi bo'ldi keyin. Ularda shu oilaviy ba'zan tanqid qilamiz diktaturani, bu sening oilaviy tomorqang deb. Turkiyadagi tariqatlar hammasi oilaviy tomorqalar. Oiladan otasidan o'g'liga o'tgan, undan nevarasiga o'tgan va hokazo. Bular o'sha sekulyar Turkiyada tashkil qilingan bularning hammasi. Va hozir endi Fetoni bilasizlar, Fathullah Xo'ja jamoati 2016da Erdo'g'onga qarshi harbiy to'ntarishda urushdi. Butun demak Turkiyani ichdan qo'lga olgan bir tashkilot edi Feto. Fathullah Gulen jamoati. Fathullah Gulenga bog'liq diniy
Eronda bor oyatullahlar. Xamenei, Xumayni, Fathulloh Xo'ja shunaqa diniy rahbar edi. Yagona rahbar. Bunday aytganda muqaddas, ruhoniy rahbar. Xo'ja deydi turklar. Fathulloh Xo'ja, xo'jamiz xato qilmaydi degan darajada edi. Payg'ambarlarga tenglashtiradi, xato bo'lmaydi xo'ja. Ruhoniylik jamoat edi. FETÖ. Ayni paytda uning o'sha yo'li sizinti, hukumatning, davlatning tashkilotlariga sizib kirish, qo'lga olish. Masalan, o'sha 2015-yillarda 80 ta viloyat bo'lgan bo'lsa, hammasida bizdagi ichki ishlar boshqarmasi bo'ladi, Turkiyada emniyat mudirligi deydi. Ichki ishlar boshqarmasi hammasi jamoatdan bo'lgan. Jamoat tarbiyalagan polislar. Juda ko'p sudlar, prokurorlar shundaylar tayyorlaganda o'sha turk maktablari har sohada odamlar bo'lgan. Maqsad davlatni ichkaridan qo'lga olish. Qanday qilib? Ya'ni bir yo'l bilan qo'lga olamiz deb o'ylaganlar. Siyosiy yo'l bilan emas, bu siyosiy tashkilot emas, FETÖ. Oxir bo'lmaganning oxirgi chorasi davlatdan tarishga urildi, u ham bo'lmadi. Shu bilan tormor qilindi Erdo'g'on hukumat tarafidan. 100 ming kadri bor edi FETÖ'ning. Endi kecha ertalab Sulaymonchilar degan jamoat bor, u ham shunday FETÖ'ga o'xshagan. O'sha Sulaymon Tunaxon domlaning shogirdlari. Nurchilar Said Nursiyning shogirdlari. O'sha eskidan xo'jasi o'sib ketgan, o'sha nomi bilan demak o'zlariga ism qo'yib qo'ygan. Sulaymonchilar. Bu ham shunday jamoat edi. Har tomonlama. Odamlari bor, tijoratchilari bor, vaqflari bor, Qur'on kurslari bor, maktablari bor. Turkiyada va tashqarida. FETÖ ham shunday edi. Turkiyada, Yevropada, butun dunyoda 170 davlatda FETÖ'ning maktablari bor edi. Dahshat, yani Turkiyada 20-asrda jamoatlar va tariqatlar degan bir doktorlik dissertatsiyasi qilish mumkin. Yoshlarga aytyapman. Agar qiziqsangiz, Turkiyada 20-asrda jamoatlar va tariqatlar degan bir ilmiy ish qilishingiz mumkin. Katta bir kitob yozishingiz mumkin. Bu Süleymanchilar Erdo'g'on kelgandan beri doim qarshi kelishmadi. Oxirida 2024-saylovlarda men bu Otaturkchi CHP partiyasi bilan ittifoq qildi Süleymanchilar. Hozir CHP'lik belediyeler, yani hokimlar qo'lga olinyapti korrupsiya masalalarida. Va ularning mana shu korrupsiya ishlarida ham Süleymanchilar bilan birga harakat qilganliklari iddio qilinyapti. Va Süleymanchilarning rahbarlari ham, hozirgi rahbarlar qo'lga olindi. Bir Manzil degan, Adıyaman degan bir viloyat bor. Turkiyaning o'sha sharqiy tarafida. O'sha yerda bir xo'ja chiqqan, Naqshbandiy tariqat qilgan. Qiziq gaplari bor. Biz Alloh deganda Muhammad alayhissalomni Allohni tushunamiz. Shunchalik bid'atchi, xurofotchi, shirkchi edi. Ularning demak, manzilchilarning asosiy ishi yoki bo'lmasa sifati shu edi. Borib u yerga azob bo'lmoqchiman tariqatga borib tavbasini o'sha domlaga berardi. Tavba berdim, tavba oldim bo'lardi. Tavba astag'firullah. Chunki musulmon kishi faqat Allohga tavba qiladi. Shayxga tavba qilmaydi. Ular shayxga tavba qiladi. Tashladim gunohlarimni deb. Undan battar gunohga botib, shirk gunohiga botib. U ham o'sha shayxi o'lgandan keyin katta pullar janjal bo'lib, hozir lekin u Erdo'g'onning partiyasi bilan yaxshi. Recep Ağdaq degan sog'liqni saqlash vaziri bor, doktor. O'sha tariqatdan edi. Bundan bir 10 yil oldin. Yashamasdi, yani manzilchiman deb aytardi o'zini. Dahshat, yani. İsmail Ağa jamoati Mahmud Xo'ja o'lib ketdi bundan 2-3 yil oldi. U ham o'lgandan keyin ichkaridan parchalanib, Naqshbandiy sufilar, yani.
Asad Jo'shandikini aytdi, Iskandar Pasha jamoati, Ismoil Og'a jamoati, Mahmud Xo'janiki, Iskandar Pasha, Asad Jo'shan. Mahmud Qo'rquv degan bir domla shayx o'tgan. Hamma sufiylar, bidatchi, xurofatchi, qabrparast ko'pi yani. Shunaqa. Hozir bittasi bor, Jubbali Ahmad degan mana shu Ismoil Og'a jamoatdan Mahmud Xo'jan. Avliyolar ham o'liklar tiriltiroladi deydi. İsa Aleyhisselam misal keltirdi. İsa Aleyhisselam Allohning izni bilan mo'jiza sifatida o'liklarni tiriltirgan. Vitiligo, yani pes kasal deyiladi, pes emas, teri oq bo'lib qolsa. Shularni davolagan. O'lgan qushni puf degan uchib ketgan. İsa Aleyhisselam. Shuni misol keltirib, u payg'ambar qilgan bo'lsa, u payg'ambarlarning vorisi avliyolar ham o'liklarni tiriltiroladi degan. Jubbali Ahmad hozir tirik shu. Shunaqa bidatchi, xurofatchi, shunaqa odamlar yani. Bularni hammasi eski Turkiyadan bular tozalanish kerak. O'zi jamoat qanday bo'lishi kerak? Musulmonlarning jamoati deylik, Qashqadaryoda, Namanganda, Xorazmda bo'lsa, Toshkentda bir shayx chiqqan bo'lsa, unga borib a'zo bo'lish shart emas. Jamoat o'sha Namanganda turgan bo'lsa, Namangandagi mahallaning ichida sizning jamoatingiz. Qashqadaryo, Surxondaryoda turgan bo'lsangiz, o'sha yerda mahallada bo'ladi jamoat. Musulmonlarning jamoati. 100 kishi, 200 kishi, 300 kishi, 500 kishi, 1000 kishigacha bir jamoatda birlashish mumkin. Jamoat erkindir musulmonlar. Saylov bilan saylanadi. Jamoat rahbariyati ham, domlalari ham bir jamoatda bir domla bo'lmasa kerak. Kamida 3-5 1000 kishilik jamoatda 3 5 domla bo'lishi kerak. Bir domla to'rga o'tib olib, mening gapim gap deb o'tirmasa kerak. Domlalar ahli ilmi hurmat qilamiz. Lekin jamoat domlaniki emas. Jamoat domla o'ziga odam yig'adigan, tarafdor yig'adigan joy emas. Va amruhum shura baynahum. Jamoatning ishi shura maslahat bilan bo'ladi. 1000 kishilik jamoatmi? Ana o'sha yerda 100 kishilik shurasi bo'lsin. Saylovi bo'lsin. Rahbarlar saylansin, almashib tursin. Domlalar saylansin, almashib tursin. Fuqarovilik deyilgan. Taqvoga ko'ra deyilgan. Ilmga ko'ra, iymonga ko'ra, solih amalga ko'ra shularga qarab tanlanadi jamoatning rahbarlari va domlalari. Butun fojia Turkiyadagi. Oilaviy qolgan Sulaymonshilar oilasining jamoati, Sulaymonshilar. Fathulloh Xo'janing shaxsiy mulki edi. Ruhoniy deb bilinardi. Muqaddas ota deb. Xuddi Eronda Xumeyni qanday qilgan bo'lsa, Turkiyada ham shunday qilmoqchi edi, men shunday deb bilaman. Bir yo'lni qilib hokimiyatda olish. U yoqda diniy rahbar o'tiradi. Bu yoqda yugurdaklari hukumatning ishini qiladi. Shuni tushunasiz endi. Manfaatchi, shaxsiy, xudbin, o'zlarining atrofida birlashib olgan katta pullar. Fathulloh Gulamxo'ja jamoati byudjet 50 milliard dollar. Yani 100 ming kadri bor. 100 ming. Bechara musulmonlar va pul berganlar. Pulga kuydi. Ko'p musulmonlar taqdiri parishon bo'ldi, vatandan ayrildi. Dinga xizmat qilyapmiz deb o'ylaydi ular. Domlamiz to'g'ri yo'lda xato qilmaydi. Bu haqiqiy islom deb o'ylagan shular o'sha. Adashmaslik uchun nima qilish kerak? Shu o'zingiz turgan joyda 100 kishimi? O'zbekistonda bu imkonsiz. Musulmonlar erkin emas. Erkin bo'lmasa, har xil oqimlar erkinlik bo'lmagan joyda paydo bo'ladi. Erkin bo'lsa, hamma o'zining jamoatiga birlashadi mahallasida. Erkin jamoat, fuqaroviy, saylov, shura, har musulmon bor gapiradi. Ayollar ham gapiradi bor. Umar radhiyallohu anhu xutba qilayotganda mahr masalasida bir ayol turdi, Umar to'xtang dedi. Siz qayerdan olyapsiz bu gaplarni?
Qur'onda aytmagan shuncha mehr deb. Payg'ambarimiz aytmadilar shuncha mehr deb. Siz meherni chegaralab qo'yib, qayerdan aytadi? Qayerda oldingiz buni? Ayol. Momoy. Umar radhiyallohu anhu Umar shariatni bilmaydi, shu xotin bilar ekan shariatni. Gapidan qaytdi. Ayollar o'qimaydi, ayollar masjidga bormaydi, ayollar qatnashmaydi. Qatnashardi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Umar radhiyallohu, Abu Bakr radhiyallohu. Abu Bakr radhiyallohu kampirlar bilan qo'l berib ko'rishardi. Qarib qolganlar uchun. Fitna, shahvat masala bo'lmaydi, qari kampirlar. Bular shunday o'zining suiiste'mol qiladigan dinni, mana shunday jamoatlar, Turkiyadagi jamoatlar. Lekin ham diniy, ham dunyoviy bo'lgan jamoatlar bor. Ihvon masalan, yoki o'sha Turkiyadagi milliy ko'rish. Ularning ham kamchiligi bor, lekin yo'nalish to'g'ri. Diniy, dunyoviy jihatdan taraqqiyot. Ustoz Mavdudiyning jamoati islomiya. Malayziyada ustoz Anvar Ibrohimning harakati va boshqa to'g'ri, ham diniy, ham dunyoviy jihatdan. Tariqat emas, sufiy emas, qabrparast emas. O'zining tor manfaatlari bilan odamlarni ahmoq qilish emas. Fshetoda, deyman 100 ming kadr, balki 1 million, balki 5 million tarafda parishon bo'ldi hammasi. Ko'plar vatandan ayrildi, ko'plar qamalib ketdi 10 minglarcha. Nomlarimiz xato qilmaydi. Xo'jamiz to'g'ri aytadi. Xo'jamizning yo'li to'g'ri yo'l, shu eng yaxshi islom shu deb bir shaxsni ulug'lab jamoat, tariqat, ya'ni bir tor tushunchadagi manfaat guruhi. Shulardan bittasi Sulaymonchilar edi. Hozir Sulaymonchilarga ham hujum boshlandi. Ular hammasi qaytadan qilinishi kerak endi yangi Turkiya. Hammasi qaytadan ya. Bu tariqatlar manfaatchi, bular oilaviy o'zlari qanaqadir shayxga bog'liq, bunaqa bo'lmaydi jamoat. Jamoat, takror aytaman, siz qayerda turibsiz? Bir joyda yashaysiz-ku, bir mahallangiz bor-ku. Toshkent bo'ladimi, Surxondaryo, Qashqadaryo yoki Xorazm, bir mahallada yashaysizmi? O'sha yerda 10 ming kishi bormi? O'sha yerda 3 ta jamoat bo'ladi ya'ni. 3 ming kishidan. 3 ta masjid bo'ladi. Borasiz, o'sha jamoatga qatnashasiz. Bo'ldi, shu jamoat shu. Shayxiga bog'liq bo'lmaydi. Eshoniga, piriga bog'liq bo'lmaydi. Dinga, Allohga va Alloh rasuliga bog'liq bo'ladi. Ishlar sho'ra bilan bo'ladi. Bu mana bu domlaning jamoat deb aytilmaydi. Jamoat o'lib ketgan domla, tirik domla, uning jamoati emas. Jamoat jamoatniki, o'sha musulmonlarniki. 3 ming musulmon birlashdikmi? O'sha 3 ming musulmonning jamoatidir. Domla kim bo'lsa ham, juda mashhur bo'lsa ham, domladir yani. Uning nomiga bog'lab, unga deylik, gapirmasdan to'rga o'tkazib qo'yib, faqat shu domlaning ham unaqa emas. Unaqa emas. Shu 3 ming kishilik jamoatda balki 10 ta olim bor. Navbat bilan dars qiladi. Hokazo. Shu gaplarni aytdik do'stlar. Suhbatlarimiz davom etadi. Omon bo'linglar.